Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Hindistonning dongli xabar kanali Sharq Turkiston surgindi hukumatini ziyorat qildi. Atalmış g'arbiy diyarga yordam berish nomida Xitoy ko'chmanlar Sharq Turkistonga yo'tkalmoqda. Amerika Avom palatasi Uyg'ur emgakchilarini majburiy ishga solishga doir ikki qonun loyihasiga qarab chiqmoqchi. Xitoy o'zidan boshqa Xitoyda yashaydigan millatlarning ona tilini bostirishni davomlashtirmoqda. Amerika TikTok ve Ündidar'ını resmi çekledi. Tövende diktanlar haberlerimizden tepsili mezmunlardı bolsun. Hindiston Yershari strategiya xabar kanali Sharq Turkiston sürgün hökumatining bosh ministri va Sharq Turkiston uyg'unish harakatining mas'uli Salih Xudoyarni ziyorat qilgan. Hindiston Yershari strategiya kanali yasachisi Amitabh Behravi Salih Xudoyardan Xitoy davlatining birinchi qo'l rahbari bo'lgan Xi Jinpingning planlashi bilan navbatda Sharq Turkistonda yuz berayotgan Uyg'ur va boshqa turk millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosati, Kambojda va O'rta Osiyodagi Tojikiston qatorliq taraqqiy qilayotgan davlatlarning Xitoyning bostirishidan qochib chiqqan Uyg'ur siyosiy panohlanuvchilarni Xitoyga qaytarishda qilmishini, Pokiston va boshqa musulmon davlatlarning Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni bostirishiga ko'z yumishi, hatto ochiqdan ochiq Xitoy bilan bir safda turib Xitoy hokimiyatini qo'llashi, Xitoyning Uyg'urlarga terrorchi qalbini kiydirib, qayta tarbiyalash bahonasi bilan qonliq bostirish epag'anligi qatorliq masalalarni so'raganda Salih Xudoyar Xitoy kommunist hokimiyati Sharq Turkistonni besib olgan kundan boshlabla Uyg'urlarni har xil yo'l bilan yo'qotishni boshlab o'tgan. Masalan, milliy bo'lgunchilik nomi bilan 130 mingdan ortiq odamni yo'qotgan bo'lsa, tug'ut cheklashni bahona qilib 4 millionga yaqin bovoqni majburiy homila tushirish yo'li bilan yo'qotgan. Sharq Turkistonda atom sinaq qilish bilan 750 ming kishining atom ta'siridan o'lishiga va har xil g'alit kasal bo'lishiga sabab bo'lgan. Uningdan boshqa bir qancha qatimliq tinch yo'l bilan namoyish qilgan Uyg'ur xalqini qonliq bostirgan. Navbatda atalmış qayta tarbiyalash nomi bilan jazo lagerlarida begunoh insonlarni qattiq qiynamoqda va o'ldirmoqda. Inson qalbidan chiqqan jinoyat o'tkazmoqda. Birinchi qo'l jallod bo'lgan Xi Jinping va uning agachkuchilarining xalqaro sud tarafidan sud echilib cho'qim qattiq jazolanish kerakligini, Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlar Xitoyning Uyg'urlar qaratgan milliy qirg'inchiligini bak kechikib tunib yetgan bo'lsa-mu, yanala Pokiston va boshqa musulmon davlatlarning Xitoyning puliga setilib bir safda turganligini so'zlab, yaqinda xalqaroda ko'p davlatlarning Xitoyning bu vahshiy qilmishini qattiq ayblayotganligini, har xil yo'llar bilan Xitoyga qarshi tadbir qo'llanayotganligini, xalqaroda Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi aniq milliy qirg'inchilik deb jakarlanganligini ta'kidladi. Salih Xudoyar yana 1949-yili Xitoy Sharq Turkistonni besib olganda siyosiy panohlik tilab chiqqan Uyg'urlarni Hindiston hukumatining qabul qilganligini eskartib, Hindiston hukumatiga rahmat aytib, Hindiston hukumatining xuddi Tibet xalqini qo'llagandek Uyg'urlarni qo'llashini umid qiladiganligini bildirdi. Sentabr Xitoy hukumatining atalmış g'arbga yordam berish fidoyilari deb atalgan zo'r turkumdagi Xitoy ko'chmanlar qo'shini Sharq Turkistonga yetib kelib, har qaysi viloyat va nahiyalarga bo'lingan. Xitoy xabarlar to'rining 14-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy o'lkalaridan yig'ilgan 6 mingga yaqin o'quvchi atalmış Xinjiangga yordam berish nomida Sharq Turkistonning har qaysi shahar, nahiya, yezi qishloqlariga berib, ma'arif, tibbiy soha, ma'muriy organ, asosiy qatlam rahbarlik guruhi qatorliq hukumat o'rinlariga xizmatga o'rlashtirilgan. Xabarda bu o'quvchilarning markaz turi va yerlik tur degan ikki tur bo'yicha to'planganligini, ulardan 60%ning markaz turi bo'yicha to'plangan o'quvchilar ekanligi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi o'quvchi o'tkash orqali atalmış Xinjiangga yordam berish faoliyati 2003-yildan boshlangan bo'lib, hozirgacha 24 mingdan ortiq Xitoy o'quvchi mush shaklda Sharq Turkistonga ishga o'rlashtirilgan ekan. Amerikadagi mustaqil kuzatuvchi Elshad Hasan bu to'g'risida fikr qilib, nopos yutkash har qanday mustamlikchi hokimiyat birinchi bo'lib ijro qilgan tadbirlardir. Bu xildagi ishkirda ishsiz qolgan yaramas o'quvchilarni Sharq Turkistonga yuqori maosh bilan taklif qilib ishga elish, yana bir yoqdan Sharq Turkiston tavasidan qochib ketayotgan Xitoy kadrlarining o'rnini to'ldirishni maqsad qildi degan. Sentabr Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosining bildirishicha, Avom palatasi kelar hafta Sharq Turkistondagi majburiy emgak munosabatlik ikki qonun loyihasiga qarab chiqadiganligini, ularning biri majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklash, yana biri bozorga solingan tovarlarning Amerika shirkatlaridan ta'minlash zanjirini oshkorlashni talab qilish ekan. Pelosi juma kunidagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida, agar biz savdo manfaati sababidan Xitoydagi kishilik huquq dafsandichilik haqida so'zlashni rad qilsak, undaqda dunyoning har qanday yerda kishilik huquq haqida so'zlashdagi barliq axloq huquqimizni yo'qotgan bo'lamiz degan. Parlament boshlig'i Pelosi tilga olgan ikki qonun loyihasining biri bu yil mart oyida har ikki palatada 10 dan ortiq parlament a'zosi o'tirib qo'ygan Uyg'urlarni majburiy emgakka solishning oldini olish qonun loyihasi bo'lib, dunyodagi paxtaning asosligi Xitoydan keladiganligi,
Xitoy paxtasining 84%ning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilganligi. Bunda iqtisodiy buzg'unchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning davomlashiga yo'l qo'ymasdan kuchli harakat qo'llanish uchun loyihalangan ekan. Bu qonun loyihasi Sharq Turkistondan barliq mahsulotlarning import qilinishini butunlay cheklaydi ekan. Faqat shirkatlar import qilishga ruxsat qilinishdan burun ularning ta'minlash zanjirida majburiy emgakning yo'qligi aniq va qoyil qilarliq isbot bilan ta'minlansa, ondan ruxsat qilinadi ekan. Lekin yangi qonun loyihasi Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlarning majburiy emgak chetildiganligi uchun texnik mukammallashtirilgan ekan. Parlament a'zolari qarab chiqishga tegishli yana bir qonun loyihasi bo'lsa, majburiy Uyg'ur emgakchilarini oshkorlash qonuni bo'lib, bu mart oyida o'ttirib qo'yilgan. Amerika pay bozoriga silingan shirkatlarning ta'minlash zanjiri va majburiy emgak yoki tutib turish lagerlari mahsulotlarini ishlatish uchurlarini oshkorlash talab qilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Amerika tamojna xodimlarining bildirishicha, oldingi hafta dushanba kuni Amerika davlat bexatarlik ministerligi, tamojna va chegara qo'g'dash ministerligining Xitoy mahsulotlariga qarata 5 turlik import qilishni cheklash buyrug'i chiqargandan boshqa, yana butun Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlari va pomidor qatorliq tovarlarni texnik keng ko'lamda cheklashga tayyorlik qilayotganligini, boshqarish doiralarining qonun analizi ilib berayotganligini ta'kidlagan. Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamdagi yig'ilish lageri qurib chiqishi va lagerdagi tutqunlarni majburiy emgakka selishi xalqaro qattiq tanqidga uchramoqda. Amerika-Xitoy munosabati masalasi Amerika saylamining temasiga aylangan bo'lib, bu saylam Cumhuriyetçiler partiyasining prezidenti Trump bilan demokratchilarning raqibi Bayden o'rtasidagi talash tortish bilan qolmay, parlamentning kontrolli huquqini belgilaydi ekan. sentabrda Koreyada yashaydigan koreyaliklardan tarkib topgan Xitoy Chaoshan vaqtliq birlashmasi Xitoyning Myeongdongdagi Xitoy kommunist elchixonasi oldida yig'ilish o'tkazib, ona tilimiz Koreya tili millatimizning ruhi va nafsidir degan lozung shiorlar bilan Xitoyning Chaoshan tili ma'rifini bostirish siyosatiga norozilik bildirib, davlat tilini o'rganishning tabiiy huquq ekanligini, mahrum qilish qat'iy bo'lmaydiganligini, milliy tilni bo'g'ish irqiy qirg'inchilik barobar ekanligini ta'kidladi hamda Koreya hukumatini qo'llashga chaqirdi. Yaqinda Xitoy Kommunist partiyasi Janubiy Mongoliyada xanzuch o'qitishni zo'r kuch bilan ilgari surib, tumanlagan o'quvchilar va ota-onalarning noroziligini qo'zg'ash bilan bir vaqtda Xitoy doiralari yana Dongbeining Jilin, Heilongjiang, Laoning qatorliq 3 o'lkasida yashaydigan Chaoshan millatining maktablarida xanzu til o'qitishni majburiy yo'l qo'ygan. Bu Chaoshan xalqining Koreya ma'rifining yemirilish andisini qo'zg'ab, Xitoy Kommunistik partiyasining Xitoydagi o'zidan boshqa millatlarni majburiy siniqlashtirish ma'rif siyosatini yo'l qo'yib, til va madaniyatini yo'qotish ekanligi, ochiq-oshkor irqiy qirg'inchilik qilyotidi deb qaralgan. Xitoy Chaoshan vaqtliq birlashmasi har xil vositalar orqali Xitoydagi Koreya til maktablarini o'qishmagan rayon va turkumga bo'lib, yangi mavsumdan boshlab Yanbian ma'rif nashriyat tarafidan nashr qilingan Koreya tili darsliklarini tadrijiy amaldan qoldirib, Xitoy xalq ma'rif nashriyat tarafidan nashr qilingan xanzuch darslik kitoblarni o'qishga o'zgartganligini dalillagan. Xitoy davlat siyosatiga asosan barliq Koreya tili maktablarining axloq va qonun darsliklarining 2021-yildan boshlab davlatning birlikka kelgan Xitoy o'qitish materiallariga o'zgartirish, 2022-yildan boshlab tarix va boshqa darsliklarni Xitoyning o'qitish materiallariga o'zgartirish ekan. Mazkur tashkilot mas'ullari o'zining tilni va madaniyat an'anasini qo'g'dash va texnik pishib yetilish uchun Xitoyda yasli, boshlang'ich, to'liq so'z va to'liq o'tir maktablardan tortib, universitet va tadqiqot o'rinlarigacha bo'lgan bir yurish milliy til va madaniyat sistemasi qurganligini ta'kidlab, Xitoy o'zining asli an'anaviy ko'niyziq madaniyat meroslarini buzib tashlab, hozirgi oddiylashtirilgan xanzuch xatni qo'llanganligini hamda boshqa millatlarning til o'qitishini bostirishga boshlaganligini, u milliy til va madaniyatni ochiq-oshkor yo'qotish harakati, shundaqla irqiy qirg'inchilik ofati degan. Oxirida yana bizning tariximiz va ajdodlarimiz o'xshash bir millatning tarixiy va madaniyatiga varislik qilish, shu millatni saqlab qolishning tub asosi. Shuning uchun Koreya hukumatining qo'llashini, yordam qilishini hamda Koreya taratqullarining bu to'g'riliq texnik ko'p doklad berishini, texnik ko'p kishilarning bilishini, shundaqla Xitoyda Koreya til madaniyatiga varislik qila oladigan va taraqqiy qildiradigan muhit yaratib berishini talab qilgan. Yaqindan buyon xalqaro zo'r bas munozaraga sabab bo'layotgan Undidor va TikTok haqida Amerika hukumati qaror chiqarib, 20-sentabrdan boshlab Undidor va TikTokni rasmiy ma'ni qilish haqida qaror olgan. Bu qarorning elinishidagi eng muhim sabab davlat bexatarlik masalasi ekan. Xabarda aytilishicha, TikTokni ma'ni qilish buyrug'i 12-noyabrdan boshlab kuchga ega bo'ladigan bo'lib, bu muddatgacha mazkur appni ishlatishga bo'ladi ekan. Amerika Sud ministrligining boshlig'i Wilbur Ross bu haqda so'z qilib, agar biz aytgan bir qism bexatarlik tadbirlari bu appga o'rnatilsa, buning davomli ishlatilish ehtimolligi bor degan. Wilbur Ross bu haqdagi yozma bayonotida o'zlarining Amerika prezidenti Donald Trumpning ko'rsatmasi bo'yicha Xitoy hukumati davom qildirayotgan Amerika xalqining xususiy uchurlarini to'plash qilmishini cheklash,
Amerikaning davlat qimmati va demokratiya qimmati tushunchalarini qo'g'dash uchun bu tadbirning e'linganligini alohida ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Undidar va TikTok'ga o'xshash ko'plagan applar iste'molchilarning uchurlarini to'playdigan bo'lsa-mu, bu ikki app boshqa applarga o'xshamaydigan holda Xitoy hukumatining kontrolligida bo'lg'achqa, hukumat har qachon uning sonliq ma'lumot ombiriga kira oladi ekan. Dal mush sababdan bu applarni tushirgan hamda Amerika tuprog'ida yashayotgan har qaysi kishining xususiy uchuri har vaqt Xitoy kompartiyasining ixtiyorida bo'ldi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.